Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bizga yana sotuvga 1,5 tonnali mini labovimizdan chiqdi. Bir voshdan atido qilib tushuntirib, xudo xolasa chotka qilib, narx-navolari, zaryad, nechta akkumulyatorda to'liq zaryad bilan necha kilometr yuradi, bortlarni ko'tarib tushuntirib, obzorini qilib beramiz. Like, podpiska bosib, ulaşib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Oldin mana bitta ko'rinishi. Oldiga uni quyoshdan saqlash uchun oddiy nima tortib qo'yilgan. Buni hech qanaqangi nimasi yo'q, ziyoni otashasiz bo'laveradi. Bitta oynaga bor, uni faralarni o'rab qo'yilgan, sarg'ayib qolmasligi uchun. Oldi dugalar bilan jihozlangan, tepada fanallari bor, bagajlari ham bor. İchki salonlari ham ancha keng qilib ishlangan, tepada luklarigacha mavjud. Luklarni ham ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Zadniy kamera, pechkasi, tormozi, gaz pedali, o'rindiqlari ham ancha katta qilib, keng qilib ishlangan. Ichida 2 kishi bemalol ketsa ham bo'laveradi. Eshik yopilishlari ham chotka xudo xolasa. Bortining razmeri 1.30 ga 2 metr bo'ladi. Eng kattasidan chiqarilgan. Xo'p, endi baloni 5 ga 12 qilib ishlangan. Diskadan boltlari ko'p, palovasi attenniy bo'lib chiqayotgan bundan. Oddiy emasdan bas. Yo'llari, teyyorgalari mavjud. Motor miyalari 2000 wattlik 70 li akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Bitta to'liq zaryadi bilan 70 km, 80 km gacha bemalol masofa bosib o'tsa bo'laveradi. Sotuvda bizda ranglari oq, ko'k, qora, mokri asfaltlari ham bor. Kimga qaysi rangi ma'qul keladigan bo'lsa, o'shani chiqartirib berilaveradi. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Hop, endi bortlarini ko'tarib ko'rsatib beramiz qanaqa holatdaligini. Mana hurmatli obunachilar, bort ko'tarilgan holati. TD profillari ham ancha ko'p qilib ishlangan. 70 li akkumulyator mana 6 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. E'tibor bersalaring, mana har bittasi addenniyda, mana har bittasi addenniyda. Toza 70 li akkumulyator. Viyalari ham ancha katta qilib, baquvvat qilib ishlangan. 2000 wattlik viyasi. Motorlari ham mana 2000 wattlik. Reduktorlari yaxshi original reduktordan qo'yilgan. Motorda mana chiqqan kabellarni ham qarang, katta baquvvat qilib ishlangan. Ramalari ham ancha qalin qilib ishlangan. Risollari qo'sh risolli bo'ladi. Yukka juda yaxshi bu. Yuk yuklasangiz yotib olmaydi yerga. Yaxshi holatda ketaveradi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkamiz ichida $2450 yetib boradi. Toshkent vohalarga kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Toshkent vohalarga Toshkent voha olsalaring, pulini kirik qilib yoki borgandan keyin shopirga bemalol pulini berasizlar bo'ladi. Ko'rib, minib, tekshirib hamma joyini. Keyin pul sanab beraverasizlar. Telefon qilaverasizlar bemalol. Keyin bizda yana sotuvimizda mana mini karlarimiz ham mavjud. Mini karimizdan bu ham eng oxirgi paytda chiqqan mini karlardan. Mini kar ichki ko'rinishlari, sidnilari oldiga orqaga yotadi, oldiga orqaga borib kelaveradi. Oldiga orqaga mana yerdan borib kelaveradi. Buni ham ichki salonlari ancha keng qilib ishlangan. Arqa salonlari ham ancha keng. Oynalargacha germitka qilingan, tomlarigacha suv o'tmasligi uchun germitka qilib, chiroyli qilib, tepaga luklarni qo'yib, buni zaryadga joyi. Zaryadga mashindan qo'yiladi. Balonlari sakat diskalik, arqa ko'rinishlari ham juda chiroyli qilib ishlangan. Bu mini karimizdan oq va qora ranglari bor. Oldidan ko'rsatib beramiz. Mana oldi tumanka faralari ham umuman boshqacha. Hop.
Keyin buni arqa tormozi jidkisli bo'ladi. Oldi kalotkali emas. Oldi kalotkali, arkasi jidkisi bilan jihozlangan. Tormoz bosganligida bemalol yaxshi ushlaydi. Qo'rqmasdan tormoz bosaverasizlar. Buni minilar bo'yimizda. Oldi ham, arkasi ham jidkisli bo'ladi. O'shani tushuntirib o'tmayapmiz. Mana jidkisi. O arqa jidkislari mana. Ko'rgan masalani. Arqa oldi jidkisi bilan ushlaydi. Bemalol pastki nomerlarga aloqaga chiqib telefon qilsalaring chiroyli qilib yetkazib olib beramiz. Kimga qaysi ranglari ma'qul kelsa. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Kattaganjonda joylashgan. Telefon qilaverasizlar. Like, podpiska bosib, kommentga chiroyli izohlar qoldirib ketishlari mumkin. Qo'llab-quvvatlab qatnashib turasizlar. Sekin-sekin videolar qo'yib boraveramiz endi bundan bari. Xato va kamchiliklari bo'lsa, oldindan ming bor uzr so'raymiz. Keyingi videolarimizda Xudo xolasa bundan ham chiroyliroq, bundan ham yaxshiroq qilishga, yaxshiroq tushuntirishga harakat qilamiz. Kamchiliklarga ming bor uzr so'raymiz. Va bizda yana boshqachangi mana 1 tonnalik, 500 kilolik, 500 kilo samasvalli materiallarimiz ham bor. Qator qilib terpizlikda optim narxlarda. Birovdan olib sotmaymiz. Kimgadir uni tank balonli yoqsa, bundan ham bor. Oddiy balonligi ham bor. Bunaqangi mini skut 3 balonli yosh katta otaxonlarga ikkita yonida eshiklari ham bor. Telefon qilaverasizlar. Bunaqangi stakanchi modellarimiz bor. Bitta yonida eshigi bo'ladi. Keyin mana boshqachangi variantlari ham bor. Telefon qilaverasizlar. 500 kilolik modelimiz. 500 kilolik sal boshqachangi modeli. Bu umuman boshqa model. Bunisi undan ham boshqa model. Bularni ham sekin-sekin kanalimizga qo'yib boraveramiz. Keyin kimga unaqangi 1 tonnalik traktor balonlik palovos ko'pidan bo'lsin deganlarga ham bor. Bularni ham bitta-bitta kanalimizga qo'yib sekin joylab boraveramiz. Telefon qilaverasizlar bemalol.